Ben sana turing. Ha, nima? Mana shu narsaga imzo qo'yib yuboring. Nima ketgan? Ana bo'ldimi? Ha, bo'ldi, rahmat. Yo'q, qilayman. Xotin. Ha, jonim yaxshi yuribsizmi? Kim bilan gapiryapsan? Shizimi? Jonim bilan gaplashyapman. Yaramas, sen menga xiyonat qilibsanmi? Ha, sizni boshlamaysiz bilan. Yaramas, seni hozir uydan haydaman. Yaxshi o'zingiz chiqib keting. Mana hujjatlarni ko'ring-da, qo'limdagi. Nima? Uy nega sen nomingda? Kechqurun ishlar esingizda qolmaslik bor edi shekilli. Esingizda qolmagandir. Nima? Kechqurungi sho'mayu san uyda nomingni o'tkazdingmi? Menga emas, boshlig'ingizni nomiga. Ana endi hurmatman, siz uydan chiqib keting. Yaramas, hali ko'rasan mendan. Ko'raman, qo'l ko'tarmang menga. Sho'maga do'stlar, ko'rdinglarmi bu nima qilganini? Sho'maga mana surbetlarcha uyni nomiga o'tkazdi. Uxlayotganimda Kechirasiz, siz kimsiz? Mikey, senmiting? Ha, kechirasiz. Ungacha tanimabman. uyimda nima qilyapsan? Bu uyda men menga sotgan. Bu uy meniki. Endi kechirsan, chiqib ket. Nima? Sho'mayo mer bu uyni sotaman degan edi. Sho'mayo. Endi nima bo'ladi? Men shunchaki assalomu Alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? ana bu surbet xotin Asal meni boshlig'imga xiyonat qilib, hattoki uyni ham o'sha boshlig'im nomiga o'tkazib oldi. Uxlayotganidan foydalanib. Nima? Qanaqasiga? Shunaqasiga, men uxlayotganimda hech narsani bilmayman-ku, to'g'rimi? Shundan foydalanib qo'l qo'ydirib olgan. Uyni mening boshlig'imni nomiga o'tkazib qo'ygan. Yo, sizga qishloqda uy yo'qmi? Nima? Endi qishloqdan ketamanmi? Yo'q, albatta. Sho'mayu To'xta, kim bu yoqqa? Qayerga? Men axir uysiz qoldim, hattoki narigi uyimni ham sotib yuborgan. Nurni yana yaramas, menga zahar bergan. Sho'mayu voy qo'ysin. Sho'mayu mer Yaxshimisan? Seni millioner qilishdan boshqa ilojim yo'q shekilli. qanday bo'lsa shunday. Hozir 1 daqiqa kutib turgin. Xo'p. Yo, mer nima bo'ldi? Mana bo'ldi, bitta maktab seni nomingda, hattoki bitta boylarning uyi ham. Xullas, naryoqqa borganda bitta uy bo'ladi, oltinli olmosli. Nima? Qanaqa uy? Men boyman endi. Ha, ana endi millionersan, yig'lamasang ham bo'ladi. Ana endi hammasi tugadi. Sen ajrashding. Oho, rahmat mer. Bor endi uyingni ko'r. Uyim qayerda ekan do'stlar? Ana hamma yaltirayapti. Yaltiragani shu yerga. Manimcha maktab mana shu bo'lsa kerak. Qanday bitta borib ko'ramiz maktabga ham. Yo do'stlar. Yo ichiga kirib ko'ramiz. Yo shimol uyimmi? Yo do'stlar, hattoki ovqat ham bor. Manbada bitta ovqat emas. Yo boylikda ko'pligini. Unga qo'limda durustak olmos bilan bo'ldi. Yo
Buni endi maktab direktorisan dedi maktabni ko'rib. Salom Yalmog'iz opa. Yaxshi. Yo'may menga qanaqa effekt berdingiz? Yo'qol. Ket bu yerdan. Yo'may uyga kirmasam bo'lmaydi. Do'stlar bo'lsa faqat o'laman. Versida chiqqan taxtam. Yo'mayo to'tela o'zi qilichim bor-ku menda. Yanayam olmos. Yo'mayo eshik ochishimga yugurib keldi-yu do'stlar. Yo'mayo. Bu aniq kimdir tarafdan yo'llangan do'stlar. Ha, to'g'ri. Xo'sh. Meni kimdir yo'llagan bo'lmasam bu emasidi. Nimaga sizlarga baribir maktabni obzor qilib sizlarga ko'rsataman. Qani bu qanaqa xona ekan? Bu darsxona bo'yicha matematika hali o'qituvchilar kelmagan joylar ham yo'q. Menimcha hali qurilyapti do'stlar. Sport zali ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling direktor. Xo'sh do'stlar, bu yer juda ham zo'r ekan. Ha do'stlar, keyingi qismda yoki shu qismda men xotinim va boshlig'imni o'ldiraman. Ha, to'g'ri eshitdingiz do'stlar. Bo'lmasam men yasholmayman. Bo'ldi, bugunoq borib hoziroq men xotinimni o'ldiraman. Xo'sh, ketdim. Xotin basu balo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kuyib bo'lyapman. Ha, xuddi sizga o'xshab. Yo'mayo. Mayli, umid qilamanki bu ishlarimni mer yoki admin bilmaydi. Hoy, Asal. Keldingizmi yana? Men erim bilan baxtli bo'lib yashayapman. U o'ldi, endi sening gap. Nima? U o'ldimi? Men o'ldiraman. Yo'q. Yo'mayo. Bo'ldi do'stlar. Bo'ldi. Endi bu uy hech kimniki emas. Bo'ldi. Qutuldik do'stlar. Yo'mayo. Lekin bu oxirigacha qutuldik degani emas shekilli. Ha do'stlar, video o'z nihoyasiga yetdi. Video sizlarga yoqgan bo'lsa, like va obunani bosinglar. Ha, aytgancha sizlarga bitta narsa ko'rib qo'ygan edim bu uyda, mana bu yerda. Obuna bo'ling, iltimos. Ha, gap rost. Iltimos sizlardan do'stlar. Obuna bo'linglar. 100 mingta bo'laylik biz ham do'stlar. Ba'zilar 10 ta videoga ham yoki 1-2 ta videoga ham 100 mingtadan oshib ketishyapti do'stlar. Iltimos, sizlar menga 100 mingta obunachi yig'ib beringlar. Sizlardan iltimos do'stlar. Keyingi videomiz esa maktab haqida bo'ladi. Barchaga xayr do'stlar.